Uka, mana qancha bo'ldi? Ko'rib ko'raylik. Manaqa bo'lyapti-ku, hali katta shaqli bilan bo'lmayapti. Qorin teradigan qilmayapti. Qopda bo'ladi. Respublikamiz hududi bo'ylab o'tkazilayotgan Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Izboskan tumani hududida olib borilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik moddasining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. Tezkor tadbir davomida 1989-yilda tug'ilgan shaxs Izboskan tumani hududida joylashgan qabristonlarning birida sof og'irligi 11 kilogramdan ortiq bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini 6 million so'm evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Tezkor surishtiruvlar davomida gumonlanuvchi shaxs giyohvandlik moddasini faqatgina bevosita uchrashuvlar orqali emas, balki zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda ham tarqatishga uringani aniqlandi. Xususan, u ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining ehtimoliy mijozlariga marixuana giyohvandlik moddasini sotish maqsadida bir qator video xabarlar yuborib kelgan. Bu esa giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashishda nafaqat ularni saqlash va sotish holatlarini, balki internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilayotgan noqonuniy faoliyatini ham tizimli ravishda aniqlash va bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyati bo'ylab giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.